Shumi ko'talang do'nqaydimi? Ha? Ana shu. Qochi. Sen Bigo Life'dan iş kıldın mı? Sen Bigo Life'dan iş kıldın mı? Do'ndiqcha senga gapiryapti, Bigo Life'dan keldingmi deyapti. Da. Sanga kerim bor mu bu TikTok'a? Bu TikTok'ni ham o'zi harom qilasan, kuting go'bi mana. O'zi TikTok'a kutular yetishtiradi bizga. Normal. Zariyani Sen kim de bir unav? şey olmaysan. Sen nimaga sen yemxonani ko'rsatish qilding? Sen nima uchun yemxonani ko'rsatish qilding? Men bu yerga reshalar. Bu yerga Dovdaska mana Karol o'tirish qilibdi. Mana bu yerga Dovdaska 41 urvin Miskakov bilan Kunjalaxonani skrab nima qiladi? Miskakov bilan qulisini ko'rish qiladi. Sen nima uchun yemxonani qap mana bu yemxonani lahankasiga olib mana bu qulisini nimaga ko'rsatish? Yemxona yerroqda tursin, obxonani ham ko'rsataman og'a. U Bigo Life shunaqa joyni o'zi baxudo. Bigo Life'ga sen o'zing borib Ali. Borganman, tushundim, yaxshi joy emas. Bilmayman men, og'a tushunmayman dedim men. Bigo Life degan ne bu? Bigo Life kuzxona. Og'ish ba keram, og'ish nima? Og'ish, qoqish. Hormasinlar, salom alaykum. Shuni aytdingizmi o'ynaydi deb? Ha. O'zbek qizida millat, o'zbek qizida boshqa millat bo'lmas. O'zbek qizi. Men ham boya o'ynadim, bir marta shart berdimki, uyalib ketdim, o'ynamadim keyin. O'zimiznikida biladi, o'zimizniki. Bizga ruxsat bir aylanaylik qani. Davo. Kunjalaxonalar bor ekan, kunjalaxonalar. Matbizga qilib qo'ydim, yigitlar. Davo. Rulang sog'sin, yangi akkauntim davo. O'zbek qizi endi baribir endi yechana ekan deb jalab yechintirib tayyorlayman to'g'risi. Endi bizda auditoriya katta-da. Ha, kuz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga hamma yomon gaplar yozdirdingiz? Harom deb yozdim hamma. Yana chiqamiz savobini 18 olamda yaratgan Qodir Qudrat Subhanalloh taolo yo'liga boshqalar amin Alloh akbar. Nimani yozdirdim men? Nimaga amin qildingiz? Men seni birinchi marta endi ko'rib turibman. Sen ko'rmaganimga bir 2-3 oy bo'ldi, nonosh. Qandaysan? Yaxshi, rahmat. Seni kim nima deb yozdirdi senga? Mehmonni kutib oldingizmi? Yaxshi kutib oldingizmi? Qanaqa mehmon? Eshitdim hammasini. Nimani eshitding? Nimani eshitding? Kim chaqirganingizni bilaman. Yo'q, hech kim chaqirganim yo'q. Mana sen sevaman, nonosh. Shirinim. Quyoncham. Hozir mehmon bormi uyingizda? Uyimda hech kim yo'q, hech kim chaqirganim yo'q. Kim aytdi senga yolg'on gaplar ular? Bismillah. Kim aytdi? Aytmadi, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'z ko'zing bilan? Bencha. Qayerda? Biletini olib beribsiz, o'zingiz kostyum ko'rishga magazinga bordingiz. Keyin ana qiz bor-ku. Qaysi qiz? Sizni xotin o'rtamizda bola bor dedi menga aytadi. O'sha qiz ham aytdi, men o'z ko'zim bilan ko'rdim biletni dedi.
o'rtamizda bolam bor, kim bilan? Bitta qiz bilan bor ekan-ku, bitta qiz aytdi menga. Eshitib o'tirib. Benjaminga ham aytdim. Mani erim deb aytdi. Menga erim deb aytib chiqdi-yu o'sha qiz. 4 yoshar bolamiz bor deydi. Meni bilajan xotinim paydo bo'ldimi TikTokda? Ha? Ko'rishmasa ham bola paydo bo'lib qolaver ekan uzoqdan. Benjamin yaxshi yetib oldimi? Kutib oldingmi? Benjaminni men tanimayman, monosh. Benjaminni men tanimayman, monosh. Jonim, men bitta seni sevaman, jonim, boshqa hech kimni sevmayman, jonim. Sog'inib ketdik odam seni, jonim. Sog'inib ketdik odam seni. Bu gaplarga ishonma, men haqimda turli-tuman mish-mishlayveradi o'zidan shunday. Men haqimda shunday mish-mishlayveradi. Bunday deganmish, bunday qilganmish, bunaqa bo'lganmish, degan mish-mishlayveradi. Men haqimda shunday. E'tibor berma ularga. Hech qaysiga e'tibor berma. Yig'layapsanmi? Nima yig'layman? Hamma yomon negativ yozyapti, o'shanga kayfiyatim tushdi. Kim yozdirdi, kim? Yer qo'liga qo'tag'im jalab, kim yozdirgan bo'lsa ham. Basharasiga shika, shunday qizni ham shu qiladimi? Kim yozdi negativ? Hay yozgan odamni, yozdirgan odamni ham og'ziga shika. Kim yozdirdi? Yer biladi. Azizmi? Siz yozdir, aytdim, Sardor deyapti. Kim? Odamlar yozdi. Jonim, bir oydan beri endi ko'rdim seni, jonim. Endi ko'rdim men seni asalim. Ko'rishmaganimizga qancha bo'ldi? Mana sen bilan men evda ulanmaganimizga qancha bo'ldi? Ko'p bo'ldi. O'sha oxir ko'rganim. Balkon acaba like bostirlar iltimos Aziz yozdirgan ekan. Bo'lishi mumkin. Azizga yana yomonlik qilgan ekanman. Jonim, endi men seni so'kmayman, osadan. Voy, kabosmislar, voy, nima Bir chiroyli tomosha ko'rsatsak, chiroyli bir o'yin qilsak bosishadi-da, jonim. Qizimayapti-ku. Bir chiroyli o'yin qilsak bo'ladi-da, like bo'ladi, donat bo'ladi, chiroyli o'yin qilsak bo'ladi-da. Ko'rsatmagan tomoshabimizga bularga bilet sotib bo'ladimi? Albatta, to'g'rimi? Hal. Yaxshi tomosha bo'lmasa bilet sotib bo'ladimi bularga? Chiroyli tomosha ko'rsatsak, chiroyli o'shanga qarab, tirs. Qo'ymi. hech kim bilmaydi-da. Nima uchun? Jilama sacham, jilama. Ulay. Jilama. Ulay asalimga jilama. Jilaganingni boshqalar bilaman, jilama, jonim, jilama. Dam.